Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu videoda patent imtihoni 2025-yildagi testlarni barcha variantlarini ko'rib chiqamiz. Videoni e'tibor bilan ko'ring va o'zingiz uchun rus tilini yaxshilab o'rganib oling. Bizga obuna bo'lishni unutmang va video yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun patent imtihonida tushadigan savollarni birinchi variantini ko'rib chiqamiz. Jami imtihonda 6 ta variant bo'ladi. Shu variantlardan imtihonda savollar aralashib tushadi. Hozir birinchi variantni ko'rib chiqamiz. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ya'ni dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni belgilang. Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Bu yerda shunday gaplashishdi. Assalomu alaykum. Men patent olish uchun imtihon topshirmoqchi edim. Xayrli kun. Siz imtihonni seshanba kuni topshirishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasportingiz va migratsion kartangiz bo'lishi shart. Endi savol. Они говорят в центре тестирования. Ya'ni ular test olish markazida gaplashyapti. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Ya'ni, hurmatli xaridorlar, agar siz o'z buyumlaringizni bizning do'konimizda yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, administratorga murojaat qiling, deb aytildi e'londa. Endi savol. Sпросите о потерянных вещах у администратора. Ya'ni, yo'qolgan buyumlaringiz haqida administratorga murojaat qilishingiz kerak. Keyingi bo'limimiz o'qish, чтение. Uchinchi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Hurmatli fuqarolar, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lang, degan ma'noni bildiradi. Такое объявление можно прочитать в автобусе. Ya'ni bunday e'lonni qayerda o'qishimiz mumkin? Avtobusda. To'rtinchi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ya'ni matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая, во вторник, с 10 до 14 часов. Ждем вас около торгового центра «Мир». Ya'ni, hurmatli mehmonlar, sizlarni avtobusda bo'ladigan shahar ekskursiyamizga taklif etamiz. Ekskursiya 12 may, seshanba kuni soat 10 dan 14:00 gacha bo'lib o'tadi. Endi savol. Ekskursiya начинается в 10 часов. Shuni belgilaymiz. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Ya'ni matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni yozing. Батыр приехал из Узбекистана. Батыр O'zbekistondan kelgan. Батыр строитель. Botir quruvchi. Пишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting, yozing degan ma'noni bildiradi. Anketa. Как вас зовут? Меня зовут Батыр. Ismingiz nima? Mening ismim Botir. Откуда вы приехали? Qayerdan kelgansiz? Я приехал из Узбекистана. O'zbekistondan kelganman. Кто вы по профессии? Я строитель. Ya'ni kasbingiz bo'yicha kimsiz? Men quruvchiman. Keyingi bo'limimiz leksika и грамматика. 6-chi vazifa.
Сегодня суббота, а mama приехала вчера, в pятницу. Ya'ni bugun shanba, mening onam kecha juma kuni keldi degan ma'noni bildiradi. 7-chi vazifa. В салоне сотовой связи я купил telefon. Ya'ni uyali aloqa salonidan men telefon sotib oldim degan ma'noni bildiradi. 8-chi vazifa. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Ismingiz nima? Mening ismim Ivan. 9-chi vazifa. Мы приехали в Россию, потому что здесь есть работа. Biz Rossiyaga kelganmiz, chunki bu yerda ish bor degan ma'noni bildiradi. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. День Победы в России отмечают 9 мая. Ya'ni G'alaba kuni Rossiyada 9-may kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. Столица Российской Федерации – Москва. Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva. 12-chi vazifa. Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. Ya'ni Ulug' Vatan urushi 1945-yilda tugagan degan ma'noni bildiradi. 13-chi vazifa. Содружество независимых государств СНГ было образовано после распада СССР в 1991 году. Укажите флаг Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari bo'limi. 15-chi vazifa. Статья 62. Конституция Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно этой статье, иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 62-moddasida chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi maqomi ushbu moddaga ko'ra belgilanadi. Chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bilan teng huquqlardan foydalanadilar va majburiyatlarni oladilar. Federal qonun yoki Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomasida belgilangan hollar bundan mustasno. 16-chi vazifa. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при получении разрешения на работу. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi ish ruxsatnomasini olishda bir marta barmoq izlarini topshirishi va suratga tushishga majbur degan ma'noni bildiradi. 17-chi vazifa. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление, куда он должен обратиться за помощью? В полицию. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga nisbatan jinoyat sodir etildi. U yordam uchun qayerga murojaat qilishi kerak? Politsiyaga. 18-chi vazifa. Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен иметь паспорт и миграционную карту. Ya'ni yashash joyidan ro'yxatdan o'tishda chet el fuqarosida pasport va migratsion kartasi bo'lishi kerak. 19-chi vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к административной ответственности. Ya'ni chet el fuqarosi migratsiya ro'yxatiga olish qoidalarini buzgan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 20-chi vazifa.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан и назначается судьей. Верно ли это утверждение? Верно. Ya'ni ma'muriy jazo chorasi sifatida Rossiya Federatsiyasidan ma'muriy chiqarib yuborish xorijiy fuqarolarga nisbatan sudya tomonidan belgilanadi va tayinlanadi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Biz hozir birinchi variantni yechib chiqdik. Bizda yana 5 ta variant qoldi. Ularni ham navbati bilan ko'rib chiqamiz. Patent imtihonda tushadigan savollarning ikkinchi varianti. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ya'ni dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni tanlang. Скажите, пожалуйста, где лежат овощи? Идите туда, овощи справа, рядом соки. Iltimos, sabzavotlar qayerda turganligini aytib yuboring. U yerga boring. Sabzavotlar o'ngda, sharbatlarga yaqin joyda. Они говорят в магазине. Ya'ni ular do'konda gaplashishmoqda. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе, детская комната, есть Wi-Fi. Hurmatli tashrif buyuruvchilar, bizning savdo markazimizning 5-qavatida kafe va bolalar xonasi ishlaydi. Wi-Fi ham bor. Endi savol. В торговом центре можно пообедать на 5-м этаже. Ya'ni savdo markazining 5-qavatida tushlik qilishimiz mumkin. Keyingi bo'lim чтение, ya'ni o'qish. Uchinchi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые пассажиры, выход к поездам в конце зала номер 1. Hurmatli yo'lovchilar, poyezdlarga chiqish 1-sonli zal oxirida joylashgan. Такое объявление можно прочитать на вокзале. Ya'ni bunday e'lonni vokzalda o'qishimiz mumkin. 4-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ya'ni matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Меня зовут Юлия. Я работаю в аптеке несколько месяцев. Это трудная, но интересная работа. Часто я помогаю выбрать лекарства. Каждому покупателю я говорю, будьте здоровы. Ya'ni, mening ismim Yuliya. Men bir necha oydan beri dorixonada ishlayman. Bu qiyin, ammo qiziqarli ish va men tez-tez dori tanlashda yordam beraman. Men har doim mijozga sog' bo'ling deyman. Yuliya работает в аптеке недавно. Ya'ni, Yuliya uncha ko'p bo'lmagan vaqtdan beri dorixonada ishlaydi. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5-chi topshiriq. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Ya'ni matnni o'qing va kerakli so'zni yozing. Anvar приехал из Узбекистана. Anvar повар. Anvar O'zbekistondan kelgan. U oshpaz. Пишите нужное слово в анкету. Kerakli so'zni anketaga yozing. Anketa. Как вас зовут? Меня зовут Anvar. Ismingiz nima? Mening ismim Anvar. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. O'zbekiston so'zini yozamiz. Кто вы по профессии? Siz kasbingiz bo'yicha kimsiz? Я повар. Men oshpazman. Keyingi bo'limimiz leksika и grammatika. 6-vazifa.
В магазине мебель я купил стол. Ya'ni, men mebel do'konidan stol sotib oldim. 7-chi vazifa. Мой друг работает в магазине. Ya'ni, mening do'stim do'konda ishlaydi. 8-chi vazifa. Сколько тебе лет? Sening yoshing nechida? 9-chi vazifa. Врач спросил меня, как вы себя чувствуете? Ya'ni, doktor mendan o'zingizni qanday his qilyapsiz deb so'radi. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. 10-chi topshiriq. 4 ноября в России празднуют День народного единства. Ya'ni 4 noyabr kuni Rossiyada milliy birlik kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. В Российской Федерации находится город Владивосток. Ya'ni Vladivostok shahri Rossiya Federatsiyasida joylashgan. 12-chi vazifa. Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была Великобритания. Ya'ni Buyuk Britaniya Ulug' Vatan urushida SSSRning ittifoqchisi bo'lgan. 13-chi vazifa. В 1961 году совершил полет в космос Гагарин. Ya'ni 1961-yilda Gagarin koinotga uchdi. 14-chi vazifa. Укажите флаг Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari. 15-chi vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Пользоваться родным языком. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqlarni kafolatlaydi? O'z ona tilida gapirish huquqlarini kafolatlaydi. 16-chi vazifa. Где происходит регистрация брака в Российской Федерации? В отделе ЗАГС. Записи актов гражданского состояния. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida nikohni ro'yxatga olish qayerda amalga oshiriladi? FHDO bo'limida. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida. 17-chi vazifa. Вы потеряли паспорт. Куда следует обратиться? В полицию и консульство своей страны. Ya'ni siz pasportingizni yo'qotib qo'ydingiz. Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Politsiyaga va o'z mamlakatimiz elchixonasiga. 18-chi vazifa. По общему правилу срок постановки иностранного гражданина на миграционный учет составляет 7 рабочих дней. Ya'ni umumiy qoidaga ko'ra chet el fuqarosini migratsiya maqsadida ro'yxatga olish muddati 7 ish kunini tashkil qiladi. 19-chi vazifa. Наказание за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию устанавливает Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ya'ni chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish qoidalarini buzganlik uchun jazo Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksi bilan belgilanadi. 20-chi vazifa. Нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами влечет наложение административного штрафа. Верно ли это утверждение? Верно. Shaxslar va transport vositalari tomonidan Rossiya Federatsiyasining davlat chegarasini kesib o'tish qoidalarini buzish ma'muriy jarima solishga sabab bo'ladi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Patent imtihonida tushadigan savollarning 3-chi varianti. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ya'ni dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni belgilang. Извините,
Вы выходите на следующей остановке? Нет, я выхожу через одну остановку. Bu yerda mana bunday suhbat bo'ldi. Kechirasiz, keyingi bekatda tushasizmi? Yo'q, men yana bir bekatdan keyin tushaman. Endi savol. Они говорят в автобусе. Ular qayerda suhbatlashmoqda? Avtobusda. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. Внимание! Кто потерял свой телефон в магазине «Цветы», может взять его у администратора магазина. E'londa shunday deyildi: kim gullar do'konida telefonini yo'qotgan bo'lsa, uni do'kon administratoridan olishi mumkin. Endi savol. У администратора магазина можно взять свой потерянный телефon. Ya'ni do'kon administratoridan nimani olishimiz mumkin? Yo'qotib qo'ygan telefonimizni olishimiz mumkin. Keyingi bo'lim чтение, o'qish. Uchinchi vazifa. Прочитайте киноафишу и выберите правильный ответ. Ya'ni kinoafishani o'qing va to'g'ri javobni belgilang. С 3 марта смотрите фильм о победах российских спортсменов. Ya'ni 3 martdan rossiyalik sportsmenlar g'alabalari haqidagi filmni tomosha qiling degan ma'noni bildiradi. Новый film снят о спорте. Ya'ni yangi film nima haqida olingan? Sport haqida. 4-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Дамир. Вчера у меня был выходной. Я своей семьей хорошо отдохнул. Днем мы были в парке, а вечером решили поужинать дома. Ya'ni mening ismim Damir. Kecha mening dam olish kunim edi. Men o'z oilam bilan yaxshi dam oldim. Kunduzi parkka bordik, a kechki payt kechki ovqatni uyda yeyishga qaror qildik. Вчера днем Дамир и его семья были в парке. Ya'ni kecha Damir va uning oilasi qayerda bo'lishdi? Parkda. Keyingi bo'lim письмо, yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni yozing. Alisher приехал из Узбекистана. Alisher O'zbekistondan kelgan. Alisher водитель. Alisher haydovchi. Пишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni yozing. Как вас зовут? Ismingiz nima? Меня зовут Alisher. Mening ismim Alisher. Откуда вы приехали? Qayerdan kelgansiz? Я приехал из Узбекистана. Men O'zbekistondan kelganman. Кто вы по профессии? Siz kasbingiz bo'yicha kimsiz? Я водитель. Я водитель. Men haydovchiman. Keyingi bo'limimiz leksika и грамматика. 6-chi vazifa. Александр Сергеевич Пушкин родился летом 6 июня. Pushkin 6-iyunda yozda tug'ilgan degan ma'noni bildiradi. 7-chi vazifa. Я люблю слушать хорошую музыку. Ya'ni men yaxshi musiqani tinglashni yoqtiraman degan ma'noni bildiradi. 8-chi vazifa. Скажите, у вас есть семья? Aytingchi, sizni oilangiz bormi? 9-chi vazifa. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Ya'ni siz Rossiyada ishlay olmaysiz, chunki ishga ruxsatnomani olmagansiz degan ma'noni bildiradi. Keyingi bo'limimiz Istoriya Rossiya,
ya'ni Rossiya tarixi. День России в России отмечают 12 июня. Ya'ni Rossiyada Rossiya kuni 12-iyunda nishonlanadi. 11 vazifa. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Санкт-Петербург. Ya'ni qaysi shaharni Rossiya Federatsiyasining ikkinchi poytaxti deyishadi? Sankt-Peterburgni. 12 vazifa. Противником России в Отечественной войне в 1812 году была Франция. Ya'ni 1812-yilgi Vatan urushida Rossiyaning dushmani kim bo'lgan? Fransiya. 13 vazifa. Прославленный полководец Великой Отечественной войны Жуков. Ya'ni Ulug' Vatan urushining mashhur qo'mondoni Жуков bo'lgan. Укажите флаг Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari bo'limi. 15 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Трудиться и выбирать род занятий. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqlarni kafolatlaydi? Ishlash va kasb tanlash huquqini kafolatlaydi. 16 vazifa. В какой форме, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заключается трудовой договор? Только в письменной. Yozma shaklda. 17 vazifa. Иностранному гражданину исполнилось 18 лет. Может ли он осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации? Да. Ya'ni chet el fuqarosi 18 yoshga to'ldi. U Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirishi mumkinmi? Ha javobini belgilaymiz. 18 vazifa. Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Работа. Ya'ni patent olish uchun migratsiya kartasida qanday maqsadni ko'rsatish kerak? Mehnat, ish maqsadini ko'rsatish kerak. 19 vazifa. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет уполномоченную организацию документы в течение 30 календарных дней. Ya'ni patent olish uchun chet el fuqarosi vakolatli tashkilotga 30 kun ichida hujjatlarni taqdim etishi kerak degan ma'noni bildiradi. 20 vazifa. Иностранный гражданин, уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, проживания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Верно ли это суждение? Ya'ni Rossiya Federatsiyasida bo'lish, yashash muddati tugagandan so'ng Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishdan qochgan chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy ravishda yurgan hisoblanadi va Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Bu hukm to'g'rimi? To'g'ri javobini belgilaymiz. Biz hozir 3-variantni yechib chiqdik. Bizda yana 4, 5, 6 variantlar qoldi. Ularni ham navbatma-navbat ko'rib chiqamiz. Patent imtihonida tushadigan savollarning 4-varianti. 1 vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni belgilang.
К сожалению, свободных номеров нет. Bu yerda mana bunday suhbat bo'ldi. Assalomu alaykum. Menga 3 kunga bir kishilik xona kerak edi. Afsuski, bo'sh xonalarimiz qolmagan. Endi savol. Suhbat qayerda bo'lmoqda? Они говорят, в гостинице. Mehmonxonada. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Diqqat! Bizning bankimiz kunlik ish vaqtini o'zgartirdi. Endi bank kechki 21:00 gacha ishlaydi. Endi savol. Теперь банк будет работать до 9 часов вечера. Ya'ni endi bank kechki soat 9 gacha ishlaydi degan ma'noni bildiradi. Keyingi savol. 3-chi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Осторожно, опасная зона. Ehtiyot bo'ling, xavfli hudud. Вы можете увидеть это объявление на стройке. Bunday e'lonni qurilishda ko'rishimiz mumkin. 4-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ya'ni matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Меня зовут Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Весь день была хорошая погода. Мы гуляли до самого вечера. Пришли домой поздно. Лейла вернулась домой вечером. Ya'ni, mening ismim Leyla. Bugun ertalab o'g'lim bilan shahar bo'ylab ekskursiyaga chiqdik. Kun bo'yi yaxshi havo bo'ldi. Biz kechgacha sayr qildik. Uyga juda ham kech qaytdik. Leyla uyga kechqurun qaytgan javobini belgilaymiz. Keyingi bo'lim pismo, ya'ni yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Ya'ni matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Ya'ni Muhammad Turdiyev xotini bilan Rossiyaga kelishdi. Пишите нужное слово в его анкету. Ya'ni anketaga kerakli so'zni yozing. Anketa. Возраст 30 лет, семейное положение, женат. Mana bu yerga so'zini yozamiz. Bu yerda Muhammad Turdiyev haqida gap boryapti. Uning yoshi 30da, семейное положение, ya'ni oilaviy ahvoli, oilaviy holati, uylangan. Keyingi bo'lim leksika и грамматика. 6-chi topshiriq. В магазине фрукты и овощи я купил яблоки. Ya'ni mevalar va sabzavotlar do'konidan olmalar xarid qildim degan ma'noni bildiradi. 7-chi vazifa. Вчера мы отдыхали в парке. Ya'ni kecha biz istirohat bog'ida dam oldik degan ma'noni bildiradi. 8-chi vazifa. Моя подруга сейчас учится, она будет поваром. Ya'ni mening dugonam hozir o'qiyapti, u oshpaz bo'ladi degan ma'noni bildiradi. 9-chi vazifa. Ты смотрел, какая завтра будет погода? Ertaga qanaqa ob-havo bo'lishini ko'rdingmi? deb so'ralyapti. Keyingi bo'limimiz История России. Rossiya tarixidan bo'ladi. 10-chi vazifa. 7 января в Россию празднуют Рождество Христово. Ya'ni 7 yanvar kuni Rossiyada Masihning tug'ilishi kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. В России находится город Самара.
Samara shahri Rossiyada joylashgan degan ma'noni bildiradi. 12 vazifa. Русская армия в ходе Отечественной войны в 1812 году командовал Kutuzov. Ya'ni Rossiya armiyasiga 1812 yilgi Vatan urushi davrida Kutuzov qo'mondonlik qilgan degan ma'noni bildiradi. 13 vazifa. Содружество независимых государств СНГ было создано в 1991 году. Ya'ni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991 yil tuzildi degan ma'noni bildiradi. Укажите герб Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari. 15 vazifa. Иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, имеет право на территории Российской Федерации говорить на родном языке. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida yashovchi chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida o'z ona tilida gapirish huquqiga ega. 16 vazifa. Право на медицинскую помощь для иностранных граждан обеспечивается законодательством Российской Федерации. Ya'ni chet el fuqarolariga tibbiy yordam olish huquqi Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida nazarda tutilgan degan ma'noni bildiradi. 17 vazifa. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? Да. Javobini belgilaymiz. Ya'ni chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida turmush qurish huquqiga egami? Ha, ega. 18 vazifa. При въезде в РФ необходимо получить и заполнить миграционную карту. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga kirishda siz migratsionniy karta olishingiz va to'ldirishingiz kerak. 19 vazifa. Иностранный гражданин совершил преступление на территории Российской Федерации. Каким кодексом регулируется ответственность за него? Уголовным кодексом Российской Федерации. Ya'ni chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida jinoyat sodir etdi. Buning uchun javobgarlikni qaysi kodeks tartibga soladi? Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksi tartibga soladi. 20 vazifa. Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Верно ли это суждение? Верно javobini belgilaymiz. 4 variantni savollarni yechib chiqdik. Bizda yana 5 va 6 variantlar qoldi. Ularni ham navbatma-navbat ko'rib chiqamiz. Patent imtihonida tushadigan savollarning 5 varianti. Birinchi vazifa. Прослушайте объявление и определите, где можно его услышать. Выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni tinglang va uni qayerda eshitishimiz mumkinligini aniqlang. To'g'ri javobni tanlang. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. Hurmatli xaridorlar, 3 va 5 kassalarimiz vaqtinchalik to'lov uchun bank kartalarini qabul qilmaydi. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Объявление можно услышать в магазине. Ya'ni bunday e'lonni qayerda eshitishimiz mumkin? Do'konda. Ikkinchi vazifa. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Диалогni tinglang va to'g'ri javobni tanlang. Антон, дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Anton, menga telefoningni berib tur.
Zudlik bilan shifoxonaga qo'ng'iroq qilishim kerak. Albatta, mana ol. Seni telefoning qayerda? Kecha yo'qotib qo'ydim. Endi savol. Что сделал Антон? Он дал мобильный телефон сестре. Keyingi bo'lim чтение, o'qish. Uchinchi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Место для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Вы можете увидеть это объявление в транспорте. E'londa shunday yozilgan edi: nogironlar, yosh kattalar va bolali yo'lovchilar uchun joy. Bunday e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? Transportda. To'rtinchi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Anvaru 20 лет. Он приехал из Узбекистана. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты на базаре. Его брат работает дворником. Анвар планирует работать на стройке. Он хочет строить дома и школы. Ya'ni, Anvar 20 yoshda. U O'zbekistondan kelgan. U uyida bo'lgan vaqtda o'qigan va otasiga bozorda mevalar sotishga yordam bergan. Uning akasi ko'cha tozalovchi bo'lib ishlaydi. Anvar qurilishda ishlashni rejalashtiryapti. U uylar va maktablar qurmoqchi. Endi savol. Kim будет работать Anvar? Строителем. Anvar kim bo'lib ishlamoqchi? Quruvchi bo'lib ishlamoqchi. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni yozing. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Muslim Ibragimov kuryer bo'lib ishlamoqchi. Пишите нужное слово в его заявление. Ya'ni kerakli so'zni arizaga yozing. Заявление. Ariza. Прошу принять меня на работу на должность курьера. Mana bu yerga kuryera so'zini yozamiz. Ya'ni meni kuryerlik lavozimiga ishga qabul qilishingizni so'rayman degan ma'noni bildiradi. Keyingi bo'limimiz leksika и grammatika. 6-chi vazifa. Станция метро находится здесь? Нет, там. Ya'ni metro bekati shu yerdami? Yo'q, anavi yerda. 7-chi vazifa. Моя сестра работает в больнице врачом. Ya'ni mening opam shifoxonada shifokor bo'lib ishlaydi degan ma'noni bildiradi. 8-chi vazifa. Извините, это ваши документы? Ya'ni, kechirasiz, bu sizning hujjatlaringizmi? 9-chi vazifa. Скажите, пожалуйста, где находится поликлиника? Ya'ni poliklinika qayerdaligini aytib yuboring, iltimos. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. 23 fevraля в России празднуют День защитника Отечества. Ya'ni Rossiyada 23 fevralda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. Какой из этих городов находится в России? Novosibirsk. Ya'ni mana bu shaharlardan qaysi biri Rossiyada joylashgan? Novosibirsk. 12-chi vazifa. В 1945 году советские войска взяли Берлин. Ya'ni 1945-yili Sovet qo'shini Berlinni qo'lga olishgan degan ma'noni bildiradi. 13-chi vazifa. В создании Содружества независимых государств СНГ участвовал Boris Yeltsin. Ya'ni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilishida Boris Yeltsin ishtirok etgan degan ma'noni bildiradi. Укажите герб Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasi gerbini ko'rsating. Ikkinchisini tanlaymiz.
Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Federaции, ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari bo'limi. 15 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Birinchisi tanlaymiz. Знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqlarni kafolatlaydi? Birinchi javobni tanladik. Buning ma'nosi uning huquq va erkinliklariga bevosita daxldor bo'lgan hujjatlar va materiallar bilan tanishish huquqini kafolatlaydi. 16 vazifa. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Имеет. Ya'ni chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida ko'chmas mulk sotib olish huquqiga egami? Ha, ega. 17 vazifa. Куда следует обратиться человеку, если его ограбили? В полицию. Ya'ni agar biror odamni tunab ketishsa, u qayerga murojaat qilishi kerak? Politsiyaga. 18 vazifa. Когда должен покинуть территорию Российской Федерации временно пребывающий иностранный гражданин? Ya'ni vaqtinchalik istiqomat qiluvchi chet el fuqarosi qachon Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqib ketishi kerak? 3-javobni tanlaymiz. По истечении срока временного пребывания, установленного федеральным законом. Ya'ni federal qonun bilan belgilangan vaqtinchalik bo'lish muddati tugagandan so'ng u chiqib ketishi kerak. 19 vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности административной. Ya'ni chet el fuqarosi migratsiya maqsadida ro'yxatga olish qoidalarini buzgan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 20 vazifa. Иностранный гражданин будет депортирован в случае нарушения срока обращения за патентом или разрешением на работу. Ya'ni xorijiy fuqaro patent yoki ishlashga ruxsat olish uchun ariza berish muddatini buzgan taqdirda deportatsiya qilinadi. Bu hukm to'g'rimi? Noto'g'ri. Patent imtihonida tushadigan savollarning 6-varianti. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ya'ni dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni tanlang. Здравствуйте. Я могу сегодня открыть счет? Пожалуйста, паспорт и миграционную карту. Assalomu alaykum. Bugun hisob raqami ocha olamanmi? Marhamat, pasportingiz va migratsion kartangizni bering. Endi savol. Они говорят в банке. Ya'ni suhbat qayerda bo'lmoqda? Bankda. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. На втором этаже нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Сегодня скидка 20%. Bizning savdo markazimizning 2-etajida erkaklar kiyimlari yangi do'koni ochildi. Bugun 20% chegirma bo'ladi. Endi savol. В новом магазине можно купить одежду для мужчин. Ya'ni yangi do'konda erkaklar uchun kiyimlar olsa bo'ladi. Keyingi bo'lim чтение, ya'ni o'qish. 3-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.
Уважаемые пациенты, вы можете сделать прививку только после осмотра врача. Ya'ni, hurmatli bemorlar, siz faqat shifokor tekshiruvdan so'ng emlanishingiz mumkin. Такое объявление можно прочитать в поликлинике. Ya'ni, bunday e'lonni poliklinikada o'qishimiz mumkin. 4-chi topshiriq. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ya'ni, matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Меня зовут Анна. Я работаю в школе учителем. Вчера вместе со своим классом я ходила в зоопарк. Детям все понравилось. Мы вернулись в школу к обеду. Ya'ni, mening ismim Anna. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Kecha men sinfim bilan hayvonot bog'iga bordim. Bolalarga hammasi yoqdi. Biz tushlik vaqti maktabga qaytdik. Вчера вечером Анна была в зоопарке. Ya'ni, kecha ertalab Anna hayvonot bog'iga bordi. Javobini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Ya'ni, matnni o'qing va kerakli so'zni yozing. Сегодня Амина Дадаева нашла работу кассира в магазине. Ya'ni, bugun Amina Dadaeva do'konda kassirlik ishini topdi. Пишите нужное слово в заявление. Ya'ni, arizaga kerakli so'zni yozing. Заявление. Ariza. Прошу принять меня на должность кассира. Ya'ni, meni kassirlik lavozimiga ishga olishingizni so'rayman. Keyingi bo'limimiz leksika и грамматика. 6-chi topshiriq. Что ты делаешь в субботу и воскресенье? Ya'ni, shanba va yakshanba kunlari nima qilasan deb so'ralyapti. 7-chi vazifa. Раньше она работала в кафе. Ya'ni, u oldin kafeda ishlagan. 8-chi vazifa. Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Ya'ni, ertaga menga qo'ng'iroq qiling iltimos. 9-chi vazifa. Он спросил, как называется эта улица. Ya'ni, bu ko'cha qanday nomlanishini so'radi. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. 10-chi vazifa. 12 июня в России отмечают День России. Ya'ni, 12 iyun kuni Rossiya kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. В России находится город Севастополь. Ya'ni, Sevastopol shahri Rossiyada joylashgan. 12-chi vazifa. Жуков это военачальник. Ya'ni, Жуков bu harbiy qo'mondon degan ma'noni bildiradi. 13-chi vazifa. Конституция России была принята в 1993 году. Ya'ni, Rossiya konstitutsiyasi 1993 yilda qabul qilingan. Укажите флаг Российской Федерации. Uchinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации, ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari. 15-chi vazifa. Иностранный гражданин в Российской Федерации имеет право свободно передвигаться по территории страны. Ya'ni, Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi butun mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish huquqiga ega. 16-chi vazifa. Трудящийся иностранный гражданин в Российской Федерации обязан уплачивать налоги. Ya'ni, Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan chet el fuqarosi soliq to'lashi shart. 17-chi vazifa. Иностранный гражданин решил устроиться на работу. Какой договор с ним должен быть заключен? Трудовой. Ya'ni, chet el fuqarosi ishga kirishga qaror qildi. U bilan qanday shartnoma tuzish kerak? Mehnat shartnomasi.
18-ci vazifa. При миграционном учете нужно указать фамилию и имя. Ya'ni migratsiya maqsadida ro'yxatdan o'tishda siz o'z ism familiyangizni ko'rsatishingiz kerak. 19-ci vazifa. Видом наказания за нарушение правил миграционного учета является административный штраф. Ya'ni migratsiya ro'yxatidan o'tish qoidalarini buzganlik uchun jazo turi ma'muriy jarima hisoblanadi. 20-ci vazifa. К нарушителям правил пребывания на территории Российской Федерации всегда применяется административное выдворение. Верно ли это утверждение? Ya'ni ma'muriy chiqarib yuborish har doim Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lish qoidalarini buzganlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu bayonot to'g'rimi? Noto'g'ri.